Navoiy akalarimiz xudo xolasa tandirimiz chiqib ketyapti. Navoiyga chiqib ketyapti akalar. Bugun 8-fevralda mana dadam bilan Sherxon akam chiqib ketyapti. Sherxon akam ustamiz biza. Abdumalik tandirlar mana shu 298 BB Damazda chiqib ketyapti mana shu Damazda xudo xolasa. Labuda. Abdumalik tandirlar Peraval qorli uchun urib olyapmiz akalar. Peravalda bile bo'lmaydi bu. Assalomu alaykum, Navoiy akalarimiz. Sani quryapmiz. Jizzaxda Paxtakorda. Kimber? Yomg'irda mana. Alo. Ana, salaqallab tebalarni akalar. Yomg'irdan quryapmiz, xolos akalarimiz. Abdumalik tandirlari xudo xolasa, har doimdek shu Abdumalik. Shu ko'pchilik Navoiylar Ana akalar, xolasa 11-mart kuni tandir quryapmiz. 2024 11-mart kuni hafta chustamiz. Tandir quryapmiz. Abdumalik tandirlar xudo xolasa. Limon qoraslar, anaqa tandirlar yuramiz, xudo xolasa. Şöyle onları biraz Vodiy tandirlar. Abdumalik akam tandirlari. Qaytamiz hozir? Qo'qonda. Farg'ona. 2024 21-aprel. aprelda bo'lsa Qo'qonda tandir quryapmiz. Navoiy akalarimiz Limon qoraslar, Abdumalik, assalomu alaykum. Mana. Xudo xolasa mana buni yonidagini yukladik mana. Xudo xolasa tandir ortildi mana tandir. Xudo xolasa yo'lga chiqamiz go'hon. Mana siz istaganday tandir mana. Xudo xolasa yo'lga chiqamiz. Toshkent viloyat Bekobod shahriga Abdumalik aka men tandir qurib ketdi. Faqat shu inson o'zini eshitamiz, ko'rmaymiz hech. Mana shu inson biz topdik shu insonni. Assalomu alaykum Navoiy akalarimiz. Xudo xolasa inshaalloh mana tandirlarimiz qo'yildi. 2 kunda quritib olsak, Abdumalik aka podpischilarga o'rnating aka. Akalarimiz, Navoiy akalarimiz va biz uzoq yaqindan kuzatib turgan obunachilarimiz YouTube kanalimiz bor. Kirib